BMW'laringiz bor, pulingiz bor, endi mana savdogar ekansiz. BMWda yuradiganlar nima biznes qiladi? Qani ketdik bilamiz. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Aka, men bor uzr 2 minutga vaqtingizni olamiz, ma'lum? Mayli, aka. Mashinangizni havas qildim, nima biznes qilasiz aka? Mashina biz savdo tushib olay aka men. To'g'ri. Tayyorlik bilan shug'ullanasiz. Nima savdo aka? Aka bizniki distributsiya, qurilish materiallari ko'chaga tarqatamiz. Qurilish material. Oylik daromadingiz qancha aka? Endi navoiyda bo'lib turibdi. O'zga nechta sarflaysiz bor? BMW'lar meni yursak ham, BMW orzu menga Spark'ga kiyib yuribman, BMW Spark. Endi siz BMW deysiz. 1,5 mingcha sarflayman o'zim. 1,5 ming sarflaysiz. Siz bilan bitta alternativ qilamiz. Men sizni ko'rganman. Go for that. Mashina nechta pulli mashina aka? Sportlar qo'ydiryapsiz. Mashinani to'g'risi biz minilganini olganmiz, sal 40 mingdan oshiqroq qolganmiz. 40 ming. Ha, 40 ming. O'zi orzungizda mashina qanaqa bo'lgan aka? X7 bo'lgan. X7 bo'lgan. Necha yoshdasiz aka? 30 yoshdaman. 30 yoshda. O'zingiz kutgan natijalarga erishyapsizmi? 30 ga kelibsiz aka? 100% emas. Kattaroq narsalar o'ylaganmiz, sekin-sekin lekin bo'lyapti. Alloh beryapti, Xudo xolasa. Mashinangiz bor, pulingiz bor, hamma yo'g'ingiz bor aka. Nimani pulga hal qila olmadingiz aka bu hayotda? Aka, pulga ko'p narsa bog'liq emas, endi ko'pchilik pulga bog'liq deb o'ylayman, meni fikrim. Pulga bog'liq narsa emas. Asosan endi odamning qadriyatiga bog'liq deb o'ylayman men misol. BMWlaringiz bor, pulingiz bor, endi mana savdogar ekansiz. Atrofingizda bir soxta do'stlar ham paydo bo'ladimi aka, bilib olasizmi? Endi ja ko'p oshnalar bilan gaplashmaymiz, 3-4 oshnalar bor, shular bilan Chin gaplashamiz. do'stingiz bormi? Qanday farqiga borasiz bu chinligini? Hammasi yaxshi bolalar. Yaxshi bolalar. Ha, borimda ham, yo'g'imda ham, doim yonimda. Yoshlar nima qilsin aka bunaqa BMWlar, minib bunaqa diskalar, zo'rg'ilib yurish uchun nima qilsin yoshlar bir maslahat bering. Risk qilaversin aka, cho'chimasin. Risk. Ha, risk qilsa yetadi. Bo'lmasa-chi, bo'lmay qolsa-chi Yo'q, degan. unaqa narsa o'ylamaslik kerak, risk qilish kerak aka. Bosish Bo'ladi kerak. inshaalloh, Xudoim beradi. Risk qilgan, harakat qilgan odamga beradi. Qachon ko'rishamiz, xudo xolasa X7da aka? Aka, Xudo xolasa oz qolyapti. Inshaalloh. Rahmat aka, ko'p vaqtingizni olmayman. Xursand bo'ldim. O'chirang.